Assalomu alaykum. Saranhol YouTube kanalining ashaddiy muxlislari hamda uzumchilikka qiziqadigan do'stlar, do'stu birodarlar. Qadrli kuzatuvchilar, bugun 2025-yilning 3-dekabr sanasida uzum ko'chatlarimizdan ketmon sopi navidan 4000 dona tayyorlaganmiz. Ushbu ko'chatimizni o'z egalariga, ya'ni yangi bog' qurmoqchi bo'lgan bir mijozimizga beryapmiz. Ko'chatlarimiz holatiga, sifatiga bir baho berib qo'yasizlar. Ko'chatlarimizni bundan tashqari boshqa navlari ham bor. Hozir kamerani ortga o'girib, ko'chatlarimizni to'liq ko'rsatib hamda navlari haqida ma'lumot beraman. Videoga like bosib, dehqonchiliklarimizga baraka so'rab qo'ying. Agar malol kelmasa kommentariyada. Mana qadrli kuzatuvchilar, ko'chatlarimizning holati mana shu holatda. Bular ketmon sopi navimiz. Mana shu holatda 50 tadan baylangan. Mana bu tomiri yangi svejiy holatda ko'chirilgan. Mana bu pishirgan novdalari mana. Pishirgan novdalar. Qizarib, chiroyli holatda pishirgan. Qadrli kuzatuvchilar, bu pishirgan novdasi eng kamida bir qarich bo'ladi. Mana pishirgan novdasi eng kamida bir qarich bo'ladi. Mana eng uzuni yarim metrgacha bo'ladi. Mana bunday yarim metrgacha o'sgan bo'ladi. Bular holati endi ko'chatni o'zi ko'karishning eng asosiy omillaridan bu tomir qismi hisoblanadi. Mana bu tomir qismi bo'lib, mana bu novdasi ikkita kurtay qolsa bo'ladi. Ikkita kurtay qolsa yetadi o'zi aslida, lekin mijozlar o'sha uzun bo'lsin, baland bo'lsin deb murojaat qilishadi. Kelishganda biz tushuntirib aytamiz, o'sha bizga ikkita yo to'rtta kurtay bo'lsa yetadi. Ikkita kurtayimiz yer tagiga kirsa, ikkita kurtayimiz yerda tepa qismida qoladi. O'sha ikkita kurtay yaxshi rivojlanib, baquvvat tok ko'chat hosil bo'ladi. Ya'ni tokimiz baquvvat holatda o'sib, rivojlanishni boshlaydi. Bu yerda o'sha 50 tadan baylangan ketmon sopi navimizni o'sha 6 ariqlik bir mijozimizga beryapmiz. Xudo xolasa ko'chatlarimizning navi kafolatlangan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari endi navlariga keladigan bo'lsak, bundan tashqari boshqa navlari ham bor. Misol uchun F1, qora damiski, oq damiski, ketmon sopi, Mers, Husayni, Sodiyona shunaqangi navlarimiz bor. Qora kishmish bor. Shunaqangi navlarimiz bor. Qadrli kuzatuvchilar, bizda ko'chatlar asosan katta ob'yomda beriladi o'sha mijozlarimizga. Katta gektarda ekmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bemalol xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Dehqonchilikda eng asosiy narsa, ya'ni uzumchilikda, bu ko'chatchilikda navni aniq chiqishi. Ya'ni buni ekkaningizdan keyin 1 oydan keyin, 2 oydan keyin hosil beradigan narsa emas. Buni orqasiga 3-4 yil mehnat qilib, keyin mevasini olishni boshlaysiz. Keyin hosilini olishni boshlaysiz, keyin daromad qilishni boshlaysiz. Shuning uchun siz aniq, ishonchli, sifatli ko'chat olishingiz kerak. Agar ishonchli bo'lib, sifatsiz bo'lsa ham yildan yutqazasiz. Ya'ni ekasiz, ko'karmasa 1 yil yana ortga suriladi. Agar sifatli lekin ishonchsiz ko'chat eksangiz, sizni 3 yil vaqtingiz zoya ketadi. 3 yil. 3 yilda siz u yerdan qancha daromad olishingiz mumkin bo'ladi? Qancha u yerga pul, mablag', vaqt sarflagan bo'lasiz 3 yil mobaynida. Shuning uchun ko'chatni albatta ishonchliligini yaxshilab tekshirib, uzumni, ko'chatni qalamchalarini qayerdan olinganligini aniq tekshirib bilib, keyin olishlarini tavsiya qilaman. Bizda ko'chatlarimizni qalamchalari aniq bog'lardan, aniq hech qanday nav aralashmagan bog'lardan olib terilib, ko'chat holatiga yetkazilgan. Kimga
Mana shunday ishonchli, sifatli ko'chatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa katta ob'yomlarda sizlar uchun chiroyli ko'chatlarni tayyorlab qo'yganmiz. Videoga like bosib qo'yasizlar agar malol kelmasa. Keyingi videolarda ham mana shunday mijozlarimizga ketayotgan yoki ko'chirayotgan joylarimizdan videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.